Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi zinamiz apalkalari bitdi. Ko'rishingiz mumkin. Karkaslar 12 lik megawatt. Zinamiz 1.15 dan bo'lgan, 15.30 da. Bu yerdan bitta plashatka, bitta tushish, bitta plashatka qilib o'rganmiz. Zinamiz standart tushish uchun 15.30 bo'lish uchun tagi tekis. Bu yerda plashatkasi bor, tepada ham. Ko'rishingiz mumkin, sifatiga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Hop, bizdan ko'pchilik so'raydi, biz zinani narx-navosi balandligi metrga olamiz desak, bunaqasiga o'lchasizlarmi deyishadi. Yo'q, bizniki mana plitani nulidan pastga o'lchaladi. Misol shu zinamiz 3,5 metr 1,200,000 so'mdan qilib berganmiz. Hop, kimda qanaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.